Ana sizga yangilik do'stlar. Endi qo'rqmay tuvaletga kirsalar ham bo'lar ekan. Kanalizatsiya tortib, turba tortib ketmasalar ham bo'laveradi. O'zbekistonda Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilayotgan kanalizatsiyalar endi o'zimizda bo'ladi. Bir asrgacha garantiya berishyapti ekan, to'lmaydi, sasimaydi, ishlamaydi deyapti ekan. Nimaga bunaqa garantiya berilyapti sanan do'stlar? Shisha toladan ishlab chiqarilar ekan. Ishlash tartibi oddiy bo'ladi, ya'ni 3 ta teshigi bo'ladi. Bunisidan ya'ni odamni axlat 90% texnik suv bo'lib chiqsa, bu suvni bemalol o'g'it o'rnida ishlatsan ham bo'laveradi. Ya'ni birinchi bo'limi do'stlar yog' pog'iga ketsa, ikkinchi bo'limi kir yuvsalar, ya'ni mag'zavaga ishlaydi. Uchinchisi pajarniy xudga ishlaydi. Nimaga pajarniy xudga ishlaydi salar, do'stlar, pampers bilan salafan solmasalar ham bo'ldi. Xuddi shunaqada pampers bilan salafan tushib oladigan bo'lsa, do'stlar, shuni olib tashlagan bo'ladi. Ishlash tartibiga keladigan bo'lsak, oddiy bakteriyani olasiz, ichiga bitta to'kasiz, shu bilan bakteriyalarni odamning axlatini yevoradi. Kimgadir qiziq bo'lsa, eng kichigi do'stlar 8 kishilik bo'ladi. Summasiga keladigan bo'lsak, 8 million so'mdan boshlansa, mana bunday bakteriyamizning narxi 50 ming so'm bo'ladi. Har 6 oyda bir to'ksalar ham bo'ldi. Biz hozir Primo joyida, ya'ni ishlab chiqarish joyidagi Namanganda turibmiz. Pastdagi nomerga akalarimiz qoldirganmiz, bemalol aloqa qilsalar ham bo'laveradi.